Tarixda minglab shohlar o'tdi. Ular o'zlarini maqtab dostonlar yozdirdilar, haykallar qo'ydirdilar. Lekin faqat bir inson, Zahiriddin Muhammad Bobur o'ziga haykal emas, balki ko'zgu yaratdi. Bu Boburnoma. Bu shunchaki kitob emas, bu butun bir davrning yurak urishi. Bobur bu asarda shohligini unutdi. U o'z g'alabalaridan ko'ra mag'lubiyatlarni ko'proq yozdi. Ichkilikdan tavba qilganini ham, vatan sog'inchidan ko'ziga yosh olganini ham yashirmadi. Borini yozdim, rostini yozdim deydi u. Farg'onaning qovunini eslab yig'lagan, Samarqandni tashlab ketayotganda o'rtangan bu o'sha buyuk sarkarda edi. U nafaqat tarixni, balki tabiatni, ilmni va eng muhimi, onamiz bo'lgan o'zbek tilini asrab qoldi. Dunyoda Temuriylar saltanat quradi, agra saroylarning devorlari nuradi. Lekin Boburnomadagi so'zlar nuramadi. Bu asar bizga shuni o'rgatdiki, haqiqiy kuch taxtda emas, balki samimiyatda. Haqiqiy boylik xazinada emas, balki so'zdadir. Bobur jismoniy dunyodan ketdi, lekin u yaratgan ma'naviy saltanat Boburnoma hamon yashamoqda. Toki bu kitob o'qilar ekan, demak Bobur tirik. Bizning o'tmishimiz, bizning tilimiz tirik.